hozirgi beradigan savolni biz talashdik Elyor bilan. Menga nasib bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldingizda bo'lib qolsalar nima derdingiz? Ehtimol ma'dur deyishim ham shart emasdir. Ko'zimdan hammasini anglab yetardilar. Ko'zimga qarab turib hamma narsani bilib olardilar. Hattoki ko'zimga qarashlari ham shart emas. Hali tug'ilmasimizdan bizni g'amimizni yeb, biz haqimizda o'ylab, biz haqimizda qayg'urib, bizni haqqimizga duolar qilib, hattoki yotgan joylarida ham bizni har bitta salovatimizga javob qaytarayotgan bu mehribon zot haqida nima deyish mumkin? U kishini oldilarida turib nima deya olishim mumkin? Tasavvur qiling, subhanalloh. Hali yuragim dosh bera olsa katta gap. Chunki bu yerda ko'p hislar yonma-yon keladi-da. Xursandchilik, baxt, sevinch bilan bir qatorda uyalish bor.